Assalomu alaykum biz YouTube kanalini kuzatuvchilar akalar. YouTube'ga ancha bo'lay video ko'rmaganimizga mana bugun endi boshladik. Bitta podeshcha qorasizlar, like bilan kommentariyani akalar oluvchi qoldirasizlar. Bugun vaqt 4 komplekt naborimiz tayyor bo'lgan. 3 komplekt xuddi shunday bir xil bo'ladi. 3 dona pichoq, qayrog'ini qo'yib beramiz. Bag'ida bitta 4 ta pichog'i, bitta boltasi 1 kg 200 lik. Pichoqlar akalar umuman suvda namda zaynab qorayib bo'lmaydi. Keskinligini mana sizlarga yupqa qog'ozda sinab beramiz akalar. Xudo xolasa keskir bo'ladi. Olib bemalol ishlataverasizlar. Qo'ymoq, uy xo'jalik ishlasanglar bo'laveradi. 4-chi naborimiz sal boshqacharoq variantda bo'ladi. 4 ta pichoq, unga chopqi, boltalar qo'shilgan bo'ladi akalar. Bular narxi keladigan bo'lsa, har bittasini narxini aytib o'tamiz. Bu variantimiz 4 ta pichoqli variantimiz akalar $120 dan O'zbekiston ichida dastavkasi besplatni chiqarib beramiz. Bunisini bo'lsa akalar $140 ga chiqarib beramiz. Bu kimga podarka bersanglar ham ro'yxat qilib shunaqa joylarga ismlarni yozib, falon shundan pistonchilik deb yozib akalar chiqarib beramiz. Buni qo'rg'oshinlar akalar toza babit bo'ladi. Umuman qo'yga qora chiqmaydi. Bu sakilovkali variant akalar. Aloqaga qo'rasizlar, butun O'zbekiston millatiga yetkazib beramiz va chet davlatlarga ham xudo xolasa kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Agar boshqa davlatga olib chiqib ketadigan odamlar bo'lsa, dokumentlarni qilib beramiz. Sholay holatda olib chiqib ketaveradi akalar. Aloqaga